Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi O'tkir Hoshimovning Tushdek kechgan umrlar nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Noyob iste'dod sohibi O'tkir Hoshimovning Tushdek kechgan umrlar asarini o'qigan kitobxon qalbidan ham shunday o'ylar kechadi. Romanda keltirilgan voqealar qamrovi juda keng, 30-yillarning mash'um qatag'on qilingan manzaralari, 80-yillardagi ko'pchilikning yostig'ini quritgan afg'on urushi lavhalari, shu yillarda sodir bo'lgan o'zbek ishi, insonlar hayotida sodir bo'ladigan bu uchta bir yirik, juda katta hajmli voqealarni bir-biri bilan bog'lashda yozuvchining mahoratiga tan bermaslikning iloji yo'q. Voqealar yoki qahramonlar haqida gapirib o'tmoqchi emasmiz. Yaxshisi o'zingizni mutolaaga chorlaymiz.